Hoy sen buncha shirin, so'zlaring shuncha shirin, erkatoyim yuzi hoyim qizalog'im. Kulsang unda shirin, kulgingda bol yashirin, qani jonim mani jonim qizalog'im. Hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im, yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im, dilim sanga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im. Oksford ma'muriyati tomonidan shundaymi? Bayramingiz bilan tabriklaymiz. Har doim sog' salomat bo'ling. Ferdoxon, agar ruxsat bersangiz, siz uchun qadrli, mehribon, har doim yoningizda bo'ladigan insonlarni xursand qilmoqchiman. Birinchi o'rinda rahmayman. Oksford tinimsiz harakat qiladigan, ota-onamni roziliklarini olishim kerak, ularni xursand qilishim kerak, ular bilan faxrlanishlari kerak deya tinimsiz harakat qiladigan insonni farzandi, ularni onajonlari, otajonlariga rahmatimizni yetkazing. Har doim sog' salomat bo'lsinlar. Har doim farzandlarini baxt kamolini ko'rsinlar. Ular bilan birgalikda salomat bo'lib, eng yaxshilarda bosh o'rtasida baxtli kunlarni ko'rib, o'zlari ko'rgan qiyinchiliklar hammasi yonlaridan chiqib ketsin. Eng yaxshilarni ko'rishni talab qilamiz. Ular bilan faxrlanamiz. Boshlari omon bo'lsinlar. Agar ruxsat bersangiz, farzandingiz tomonidan bir ajoyib she'r o'qishni bilmayman. Marhamat, siz uchun qabul qilsizlar. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga otam, rahmat onajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganim siz, mening ertam uchun tinmaganim siz. Har qachon yonimdan jilmaganim siz. Rahmat sizga onam, rahmat otajon deya onajonlar uchun eng chiroyli lafzlar va qabul qilasiz. Farzandingiz tomonidan marhamat, onajonlarga bersangiz marhamat. Marhamat, sertifikat siz uchun qabul qilasiz. Rahmat, rahmat. Do'stlar aka, tilaklaringiz bormi? Dili sog'laringiz bormi? Assalomu alaykum. Xushomadajon barnamoq. Men maktaba tashkil kardagi bu tirakabam rahmati kalon همین خیلی شرایط ما فهمیده ما با نسبت دیگر رو ارزانتر کرده وای کرده دادن اون کسبم رحمتی کلام فیروزه هم الهیم اینم زیاد درجات وای گیرد دیگر دولت ها با خواندنی در وقت دخترم ما فخر میکنم دخترم Assalomu alaykum. Hammalaringizga katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldik. Maktabga hamma oilamiz nomidan rahmat aytaman. Direktorga, sizlarga vaqtingizni ayamasdan shuncha yo'l bosib keldingiz, ming rahmat. Siz aytgan hamma tilaklarga bizlar ham qo'shilamiz va Feruzaga
bu boshlanishi bo'lishini tilab qolamiz. Avvalambor ota-onamga kattakon rahmat. Meni o'sha maktabga borib, o'sha dargohda meni o'qishimga yordam berdilar. Maktab ma'muriyatimga ham kattakon rahmat. Bu birinchi yil o'qiyotgan bo'lsam ham birinchi oylardan maktabga moslashib qoldim. Har kunim maktabda har kunim uyimday o'tib ketadi. Yana bir marta maktabimga va ota-onamga rahmat deb qolaman.